Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz tibbiy jihozlarni sinovdan o'tkazish va kalibrlash malaka oshirish kursini boshlaymiz. Ushbu kursni Andijon mashinasozlik instituti, avtomobilsozlik fakulteti, metrologiya standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti kafedrasi o'qituvchisi Abduvohidov Halilullo Shukrullo o'g'li tomonidan tayyorlanmoqda. Ushbu kursimiz quyidagi mavzulardan tashkil topgan. Birinchi mavzuyimiz tibbiy qurilmalarning sog'liqni saqlashdagi ahamiyati va ularga kirish, tibbiy qurilmalarni sinovdan o'tkazish va kalibrlash bo'yicha me'yoriy talablar va standartlar. Keyingi mavzuyimiz tibbiy qurilmalarning ishlash prinsiplari. To'rtinchi mavzuyimiz kalibrlash asoslari va uning tibbiyot amaliyotidagi ahamiyati. Beshinchi mavzuyimiz tibbiy qurilmalarda elektr xavfsizligini sinovdan o'tkazish. Oltinchi mavzuyimiz kalibrlash uchun uskunalar va asboblar bo'yicha to'xtalamiz. Yettinchi mavzuyimizda esa tibbiy qurilmalarning funksional va unumdorlik sinovlari haqida gaplashamiz. 8-chi mavzuda atrof muhit va stress sharoitlarida sinovdan o'tkazish. 9-chi mavzuyimiz hayotiy belgilarni kuzatish, uskunalarni sinash va kalibrlash. Masalan, EKG apparatini olganmiz bu mavzuyimizni asosiy misol qilib. 10-chi mavzuyimizda tibbiy davolash qurilmalarini sinash va kalibrlash. Ushbu mavzuyimizda defibrilyator va ventilyator, ya'ni tibbiyotda ishlatiladigan tibbiy asboblardan, ya'ni defibrilyatorlarni olganmiz. 11-chi mavzuyimizda sinov natijalari bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin etish. 12-chi mavzuyimizda tibbiy qurilmalarni sinashda hujjatlashtirish va hisobot tayyorlash. Keyingi mavzuyimiz tibbiy qurilmalarni sinashda sifatni ta'minlash va nazorat qilish. 14-chi mavzuyimizda esa tibbiy qurilmalarni sinashdagi axloqiy va huquqiy jihatlar. Va oxirgi mavzuyimiz esa tibbiy qurilmalarni sinashda yangi texnologiyalar va kelajakdagi tendensiyalar haqida gaplashamiz. Tibbiy jihozlarni sinovdan o'tkazish va kalibrlash kursining asosiy maqsadi talabalarni tibbiy qurilmalarning xavfsizligi, samaradorligi va me'yorlariga muvofiqligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan bilim va amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlashdir. Bu jarayon me'yoriy standartlarni tushunish, aniq sinov va kalibrlash o'tkazish sifatini nazorat qilishni ta'minlash hamda tibbiy qurilmalar sanoatidagi yangiliklarga tayyorgarlikni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, birinchi mavzuyimizdan boshlaymiz. Birinchi mavzumiz tibbiy asboblar bilan tanishish va ularning sog'liqni saqlashdagi ahamiyati haqida gaplashamiz. Tibbiy asboblar bemorlarni tashxislash, monitoring qilish, davolash va reabilitatsiya qilish uchun sog'liqni saqlash sohasida qo'llaniladigan asboblar va jihozlarning keng doirasini qamrab oladi. Ular funksiya, xavf darajasi yoki texnologiya kabi turli mezonlarga ko'ra tasniflanishi mumkin. Funksiya bo'yicha tasniflash. Tibbiy diagnostika asboblari zamonaviy tibbiyotda asosiy o'rin tutib, shifokorlarga turli kasalliklarni to'g'ri va o'z vaqtida aniqlashga yordam beradi. Ushbu qurilmalar sog'liqni saqlash xodimlariga sifatli samarali yordam ko'rsatish, bemorlarning natijalari va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Mana bunday qurilmalarga bir nechta misollar. Birinchisi, rentgen apparatlari. Ushbu rentgen apparatda diagnostika apparati turiga kiradi. Suyaklar va ichki organlarni ko'rish uchun ishlatiladi. Keyingisi ultratovushli skanerlar, ya'ni UZI apparatlari, yumshoq to'qimalar va organlarni tekshirish uchun ishlatiladi. Keyingi apparatimiz MRT skanerlari, tananing ichki tuzilmalarining batafsil tasvirlarini olish imkonini beradi. EKG apparati keyingisi, ya'ni elektrokardiograflar yurak kasalliklarini tashxislash uchun yurakning elektr faolligini qayd qiladi. Va keyingi oxirgi apparatimiz pulsoksimetrlar, qondagi kislorod darajasini va pulsini o'lchash uchun keng foydalanadi. Hop, keyingi turimiz, ya'ni keyingi terapevtik tibbiy asboblar. Terapevtik tibbiy asboblar turli kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi va keng turdagi asbob uskunalarni o'z ichiga oladi. Mana ulardan ba'zilari. Xo'p, birinchi fizioterapevtik asboblar. Bu asboblar tayanch harakat tizimi, asab tizimi va boshqalar kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Masalan, ultratovush apparatlari, lazer terapiyasi asboblari va elektr stimulyatorlari va boshqa asboblar kiradi. Bu juda ham ko'p turlari mavjud. Bu bo'yicha keyin batafsil ko'rib chiqamiz. Keyingisi gipotermiya va gipertermiya mashinalari. Ushbu qurilmalar bemorning tana haroratini nazorat ostida kamaytirish yoki oshirish uchun ishlatiladi. Ular qon tomirlari, travmatik miya shikastlanishlari va boshqa sharoitlarni davolashda foydali bo'lishi mumkin. Va uchinchisi esa reabilitatsiya asboblari.
Shikastlangan bo'g'inlar va mushaklarni qo'llab-quvvatlaydigan artezlarni shuningdek, harakatchanlikni tiklash uchun turli xil trenajyor mashqlar jihozlari kiradi. Va oxirgisi esa tish uskunalari, tishlar va milklarni, shu jumladan ultratovushli skanerlar va lazer qurilmalarini davolash uchun ishlatiladi. Uchinchi turimiz esa monitoring qurilmalari. Tibbiy monitoring asboblari bemorlarning ahvolini doimiy nazorat qilish orqali zamonaviy sog'liqni saqlashda muhim o'rin tutadi. Mana bunday qurilmalarning bir nechta asosiy turlari mavjud. Birinchisi masofaviy monitoring tizimlari. Bu qurilmalar shifokorlarga bemorlarning holatini masofadan turib kuzatish imkonini beradi. Masalan, Biotronic Home Monitoring kabi tizimlar bemorning yurak faoliyati haqidagi ma'lumotlarni real vaqtda uzatadi. Kiyiladigan yoki taqiladigan qurilmalar, Boston Scientific kabi aqlli soatlar va fitness trekkerlar jismoniy faollik, yurak urish tezligi va boshqa muhim salomatlik ko'rsatkichlarini kuzatishi mumkin. Va keyingisi esa narsalar interneti, ya'ni IoT, ya'ni Internet of Things deyiladi inglizchada. Taqiladigan tibbiy asboblar Internet of Things tizimining bir qismi bo'lib, ma'lumotlarni real vaqtga sog'liqni saqlash xodimlariga uzatish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar shifokorlar va bemorlarga ko'proq xabardor bo'lish va sog'liqni saqlash sharoitidagi o'zgarishlarga javob berish imkonini berib, tibbiy xizmat sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. To'rtinchi turimiz esa implantatsiya qilinadigan tibbiy asboblar. Implantatsiya qilinadigan tibbiy asboblar turli xil tibbiy funksiyalarni bajarish uchun tananing ichiga yoki yuzasiga joylashtirilgan asboblar yoki to'qimalarga kiradi. Ular tana funksiyalarini kuzatish, shikastlangan organlar yoki to'qimalarni almashtirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin. Implantatsiya qilinadigan tibbiy asboblarga misollar: elektrokardiostimulyatorlar, yurak ritmini tartibga solishga yordam beradigan qurilma hisoblanadi. Koxlear implantlar bu esa quloq, ya'ni og'ir eshitish qobiliyatini yo'qotgan odamlarga yordam beradigan qurilma hisoblanadi. Keyingisi esa bo'g'inlar protezlash, ya'ni tizza yoki son kabi bo'g'inlarni sun'iy ravishda almashtirish. To'rtinchisi esa insulin nasoslari. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga doimiy ravishda insulin yetkazib berish uchun asboblar. Va oxirgisi esa neurostimulyatorlar, surunkali og'riqlar yoki boshqa nevrologik kasalliklarni davolash uchun ishlatiladigan asboblar kiradi. Xavf-xatarlar, risklar darajasi bo'yicha tasniflash, ya'ni har bitta tibbiy texnika bo'ladimi, tibbiy apparat bo'ladimi, ularni o'zlarini risk darajalari bor va bularni ko'rib chiqamiz. Birinchi sinf xavf darajasi eng past bo'lgan tibbiy asboblarni o'z ichiga oladi. Bunday mahsulotlarga misollar ko'zoynaklar, bintlar va qo'lqoplarni o'z ichiga oladi. Birinchi sinf ham quyidagilarni bo'linadi, ya'ni ES deyiladi, tibbiy igna va shprits kabi steril uskunalar. EM bu endi Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan atamalar uchun nima qilingan. O'lchash vositalari va tarozilar kabi o'lchash asboblari. IR qayta ishlatiladigan jarrohlik asboblari. Ikkinchi xavf darajasi odatda foydalanuvchi uchun o'rtacha xavf tug'diradigan narsalar va mahsulotlarni nazarda tutadi. Bular kontakt linzalari, diagnostika uskunalari va ayrim turdagi jarrohlik asboblari kabi tibbiy asboblarni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu mahsulotlar qat'iy sifat nazorati va xavfsizlik standartlariga rioya qilinishi talab qilinadi. Bularga nimalar keladi? Asosan EKG elektrodlari. Bu elektrodlar yurakning elektr faolligini qayd etish uchun ishlatiladi. Infuzion nasoslar. Ushbu qurilmalar bemorning tanasiga dori-darmonlar, ozuqa moddalari yoki boshqa suyuqliklarni aniq kiritish uchun ishlatiladi. Termometrlar. Tibbiy termometrlar tana haroratini o'lchash uchun ishlatiladi. Xavf tasnifidagi uchinchi sinf, ya'ni foydalanuvchining sog'lig'i va xavfsizligi uchun yuqori xavf tug'diradigan mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu mahsulotlar odatda hayotni ta'minlaydi, sog'liqning yomonlashishini oldini olishda muhim ahamiyatga ega yoki bemor uchun potensial xavf tug'diradi. Bunga misollar nimalar kiradi? Elektron yurak stimulyatorlari. Ular yurakning ishiga bevosita ta'sir qilganligi sababli har qanday buzilish bemorning sog'lig'i uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Implantatsiya qilinadigan defibrilyatorlar. Ular ishonchli ishlashi kerak, chunki ularning yetishmovchiligi to'satdan yurak o'limiga olib kelishi mumkin. Protez yurak klapanlari. Ushbu qurilmalar shikastlangan yoki kasal yurak klapanlarini almashtirib, yurak orqali normal qon oqimini ta'minlaydi. Qurilmaning noto'g'ri ishlashi esa
yoki ishdan chiqishi jiddiy yurak muammolariga yoki o'limga olib kelishi mumkin. Keyingisi esa implantatsiya qilinadigan infuzion nasoslar. Ushbu qurilmalar dori-darmonlarni yoki boshqa suyuqliklarni bevosita bemorning tanasiga nazorat qilinadigan dozalarda yetkazib beradi. Dozalash esa xatolari yoki nasosning ishlamay qolishi, dozani oshirib yuborishi yoki kam dozaga olib kelishi mumkin. Bu esa hayot uchun xavfli hisoblanadi. Ushbu qurilmalar xavfsizligi va samaradorligini ta'minlash uchun qat'iy monitoring va sinovdan o'tishni talab qiladi. Texnologiya bo'yicha tasniflash. Birinchisi elektrotibbiy asboblar. Tibbiyot amaliyotida turli kasalliklarni tashxislash, davolash va nazorat qilish uchun elektrotibbiy asboblar qo'llaniladi. Ular to'g'ridan-to'g'ri oqim terapiyasi asboblaridan tortib, murakkab diagnostika tizimlarigacha bo'lgan keng turdagi uskunalarni o'z ichiga oladi. Ikkinchisi esa mexanik qurilmalar. To'liq mexanik, ular ko'pincha jarrohlikda yoki tananing funksiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi. Misol uchun shprits nasoslari, ortopedik asboblar va hokazolar. Uchinchisi esa axborot texnologiyalariga asoslangan tibbiy asboblar. Tibbiy axborot asboblari bu tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash, tahlil qilish va uzatishda muhim rol o'ynaydigan tizimlar va dasturiy ta'minot hisoblanadi. Ushbu qurilmalar va texnologiyalar kundalik klinik amaliyotga integratsiyalashgan bo'lib, tashxis, davolash, monitoring va bemorlarni boshqarishni osonlashtiradi. Misol uchun, tibbiy ma'lumotlarni boshqarish dasturlari va teletibbiyot, telemeditsina shu kabi sohalar kiradi. Tibbiy asbob-uskunalarning tasnifi, ya'ni klassifikatsiyasi. Shifokorlar o'z faoliyatida zamonaviy tibbiy asbob-uskunalardan foydalangan taqdirdagina tibbiy yordamni eng yuqori darajaga ko'rsatish mumkin bo'ladi. Innovatsion texnologiya diagnostika faoliyatini yaxshilaydi, o'nlab muolaja va operatsiyalarni osonlashtiradi, bemorning tiklanishini tezlashtiradi. Sog'liqni saqlash muassasalarining qurilmalari va yordamchi qurilmalar ularning faoliyat turiga e'tibor qaratgan holatda tanlanadi. Hozirgi vaqtda ishlatiladigan barcha turdagi tibbiy asbob-uskunalar bir necha guruhlarga bo'lingan. Birinchisi jarrohlik, ya'ni operatsiyalarni amalga oshirishda ko'p funksiyali operatsiya stollari, laparoskoplar, elektr pichoqlar, koagulyatorlar, yoritish moslamalari talab qilinadi. Undan tashqari endoskoplar va shunga o'xshagan kichik invaziv bo'lgan ko'pgina qurilmalar ham kiradi. Keyingisi esa diagnostik. Tibbiyotda tadqiqot maqsadlarida juda ko'p sonli o'lchash va tasvirlash asboblari qo'llaniladi. Ulardan eng keng tarqalganlari tonometrlar, fonendoskoplar, pulsoksimetrlar, tomograflar, rentgen, magnitoresonans tomograflari, pozitron emissionniy tomograflar, ultratovush asboblari, endoskoplar va elektrokardiograflardir. Ya'ni bular yordamida biz bemorlarni tashxislay olamiz, ya'ni to'g'ri tashxis juda ham muhim hisoblanadi. Keyingisi esa laboratoriya asbob-uskunalari. Laboratoriyada ishlaydigan laborant hamshira vrach tomonidan eksperimentlar o'tkazish yoki o'lchovlar qilish uchun ishlatiladigan turli xil asboblar va jihozlar majmui hisoblanadi. Diagnostika markazlarida asosan keng qo'llaniluvchi biokimyoviy va gematologik analizatorlar, IFA apparatlari, sentrifugalar, termostatlar, elektrolitlar va gaz analizatorlari, undan tashqari spektrofotometr, xromatograf, PCR testlari va shunga o'xshagan laboratoriya jihozlari juda ham ko'p. Va keyingisi esa fizioterapevtik apparatlar. Fizioterapiya bu bemorning sog'lig'ini yaxshilash uchun turli xil fizioterapevtik omillar qo'llaniladigan tibbiy soha hisoblanadi. Fizioterapiya asosan turli xil tana tizimlari bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Nevrologik, insultdan keyin ko'p skleroz, Parkinson kasalligiga chalingan bemorlar uchun ko'p talab qilinadigan ingalyatorlar shifoxonalarda ham, uyda ham qo'llaniladigan qurilmalardir. Fizioterapiya massaj uskunalari, magnitoterapiya, dersonmalizatsiya, elektroforez, ultratovush bilan davolash uchun asboblar yordamida ham amalga oshiriladi. Fizioterapevtik qurilmalar tibbiyotning fizioterapiya sohasi uchun mo'ljallangan bo'lib, bemorlarning jismoniy holatini yaxshilash, og'riqni kamaytirish, mushak va bo'g'imlarning harakatchanligini tiklashga yordam beradi. Ushbu qurilmalar muayyan tabiiy va sun'iy fizik omillarni issiqlik, nur, magnit maydon, ultratovush, elektr impulslar
va boshqalar qo'llash orqali davolash jarayonini amalga oshiradi. Keyingi apparatimiz esa sterilizatsiya, ya'ni sterilizatsiya asboblari tibbiyot sohasida muhim rol o'ynab, mikroorganizmlarni bakteriyalar, viruslar, qo'ziqorinlar, ya'ni spora shaklidagi mikroblar to'liq yo'q qilish uchun ishlatiladi. Bu asboblar jarrohlik, stomatologiya, laboratoriya va boshqa tibbiyot yo'nalishlarida ishlatiladigan jihozlar, asboblar va materiallarni zararsizlantirishda qo'llaniladi. Sterilizatsiya asboblarining asosiy turlariga, ya'ni bularga nimalar kirishi mumkin? Avtoklavlar, ya'ni quruq issiqlik sterilizatorlari, kimyoviy sterilizatorlar, plazma sterilizatorlari, ultrabinafsha sterilizatorlari va shu kabi nimalar kiradi. Sterilizatsiya asboblarining asosiy ahamiyati infeksiyalar tarqalishining oldini olish, jarrohlik va boshqa tibbiy muolajalar xavfsizligini ta'minlash, tibbiyot asbob-uskunalarining uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlash va boshqa foydali xususiyatlarga ega. Sterilizatsiya asboblari tibbiyot amaliyotida xavfsizlik va sifatni ta'minlashda asosiy vositalardan biridir. Va keyingi klassifikatsiyaga reanimatsion asbob-uskunalar. Reanimatsion asbob-uskunalar hayot uchun xavfli holatlarda bemorlarning asosiy hayotiy ko'rsatkichlarini tiklash, nazorat qilish va saqlash uchun mo'ljallangandir. Ushbu uskunalar reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limlarida, shuningdek, tez tibbiy yordam xizmatlarida keng qo'llaniladi. Bu shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish uchun ishlatiladigan tibbiy jihozlar hisoblanadi. Bemorlarga shoshilinch tibbiy yordam defibrilyatorlar, inson organizmini quvvatlash apparatlari, anesteziya uskunalari va yurak-yo'lga nafas jo'natuvchi apparatlar yordamida amalga oshiriladi. Reanimatsiya bo'limlarida dispanserlar, elektron aspiratorlar va monitorlardan iborat bo'ladi. Reanimatsion asbob-uskunalarning asosiy ahamiyati hayotni saqlab qolish, ya'ni bemorning hayotiy muhim ko'rsatkichlarini tiklash va barqarorlashtirishga yordam beradi. Nazorat va tahlil, ya'ni bemorning holatini doimiy kuzatish va zaruriy choralarni vaqtida ko'rsatish imkonini beradi. Va favqulodda holatlar uchun tayyorgarlik, ya'ni reanimatsion uskunalar jamoaning samarali ishlashini ta'minlaydi. Ushbu uskunalarning to'g'ri ishlashi va texnik holatini nazorat qilish bemorning hayoti va sog'lig'ini saqlab qolishga hal qiluvchi ahamiyatga ega. Va keyingi turimiz esa oftalmologik, ya'ni oftalmologik asbob-uskunalar ko'z kasalliklarini aniqlash, davolash va jarrohlik muolajalarini bajarish uchun mo'ljallangan. Ushbu asboblar aniq diagnostika va samarali davolash imkonini beradi. Oftalmologik asboblar turlari va qo'llanilishi, ya'ni oftalmologik asboblarga nimalar kiradi? Birinchisi oftalmoskop, oftorefraktometr, tonometr, slit lampa, ultratovush B skanerlar, keratometrlar va boshqa nimalar kiradi. Keyingisi esa stomatologik asbob-uskunalar. Stomatologik asbob-uskunalar tish, milk va og'iz bo'shlig'i kasalliklarini diagnostika qilish, davolash va jarrohlik amaliyotlari uchun ishlatiladi. Ushbu asboblar stomatologik xizmat sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Stomatologik asbob-uskunalarga nimalar kiradi? Dental zondlar, dental ko'zgu, tish burg'ulari va mikromotorlar, rentgen apparatlari, ultrasonik skanerlar, sterilizatsiya asboblari va shunga o'xshagan nimalar. Alohida toifada oftalmologik va stomatologik asboblar ayollar ko'ruvi uchun maxsus tibbiy jihozlar, bolalar va neonatal bo'limlar uchun tibbiy asbob-uskunalar ajralib turadi. Tibbiyot muassasalarini jihozlash, shuningdek, bemorlarga qulaylikni ta'minlaydigan jihozlardan foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Oftalmologik va stomatologik asbob-uskunalar tibbiyotning muhim yo'nalishlarida qo'llanilib, yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Oftalmologik asboblar ko'z kasalliklarini aniqlash va davolashda, stomatologik asboblar esa tish va og'iz bo'shlig'i muolajalarida qo'llaniladi. Ularning to'g'ri ishlatilishi va muntazam texnik xizmat ko'rsatilishi bemor xavfsizligi va davolash samaradorligini oshiradi. Shuning bilan bugungi birinchi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun